Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Akalar sizlarga xo'da topib qo'yganman. Mana shu xo'da sotilyapti. Uyning holati juda ideal holatda. Yangi remontlashyapti. Uyimiz 6 soatli joy. Ugloviy holatda. Robotdan kirasiz, uzun yo'lak. Anda o'to'g'lan robotimiz bor. Mana shu xonadan sotilyapti. Bir ko'rib chiqasiz. Yosib olib qo'yasiz. Voy aka. Robotdan kirganda 10 qo'lda xona bor. 4 xona bor, 2 xona bor, oshxona bor, hojatxona bor. Zelen zona bor, yo'lak bor. Parametr qilindi, ko'cha qilingan. Bu yerdan yo'lagimiz bor. Endi bir ko'cha chiqamiz, yasab qo'yamiz. Bismillah deb boshlaymiz. Robotdan kirganingizda uzun 4 ga 6 darvozaxona, tevat mikrofon qilingan, tuvada attachment qilingan, traveling qilingan, taylari, so'kalari nimalar qilingan, sesha qilingan. Uyimiz yangi remontlashyapti, ma'lumotlar siz va shunga qiziqsiz kelib qo'yasiz boyaga. Qanday? Robotdan kiramiz, 10 qo'lda o'zining alohida mehmonxonasi bor. Birinchi xona, uyimiz g'ishli, akalar. Yo'qdigan, skilavata, ko'chaga qilingan, o'tib qilingan. Bu birinchi xona, ustamiz qurolchilar bu aynilarni qo'yib beradi. Yangi, romlar ayni, yangi radiatorli joyimiz bor. Birinchi xona. Holatda bismillah. Endi kattagidan sahna, xudo xolasa yaxshi. Tevamiz so'rtak chiqariladi, uzun chiqariladi, so'rtalar zo'r. Tunkaxon qilingan. Zelen zona. Bu tomonda eshigimiz bor. Hamda podval qismi bor ekan. Unga ham alohida kiramiz. Xo'p, to'g'ri o'zining alohida bitta xonasi bor mana. Akalar endi buni olgan odam hozir pastda ishni to'xtatishdi, nima deganda, hamma o'zi uchun aboy tanlaydi maqsadda. O'sha aboy to'xtatib qo'yishga, mana aboyga tayyor kelasiz. O'zi xohlagan aboyda siz yo'qcha beradi. Mana bitta yordam, mana istashga radiatorli o'rnimiz bor. Ikkinchi xona. Mana samoz. Bu katta terrasa. Xo'p. Yana bitta xona, tashqari bitgan, holat yaxshi. Yana xona, uyimiz tashqariga qaragan. Hojatxona xona. Va yana xona. Xonaning ichida o'zidan alohida dushovoy bor. Bo'ladi bo'lyapti. Avtomobil o'tganda oshxonasi holati yaxshi, karto'lari tayyor. Karto'lni qilgan ekan, hamda yana bitta sam o'zeli bor. Hojatxona bor. Akalar, Farg'ona shahar 5 bolada bo'lyapti. Ko'rsinab tomonda 6 sotili ho'l uchastka sotilyapti. Mana shu uyda bahosining uyigalari $105,000 deyapti. Kam joyi bor. Hattamlarda eshik bor mana. Xotirjam qadam eshik bor. Agarda Frunskidan, Kalinskidan qattiq bo'lsa, uyingiz bo'lsa, barterga iloji bor ekan. Videosi tilak bo'lsin, obuna bo'lib qo'ying. Qani ketdik.